Aynen. Voy, assalomu alaykum adajoningiz kirmani ovqat isitib turaman. Voy, hali ovqatni o'zi yo'q. Nimani isitib turaman? Tushuna olmadim men. Eshikdan chiqmay, teshikdan qaytib kelyaptilarmi yoki men Instagramda o'tirib, vaqt shunaqa tez o'tib ketdim. Hozir tandir yoqib olay, qizib tursin. Hozir tez olib pishadigan jazbus qilib nimadir qilib tashlashim kerak. Chismo bilan hozir chismoni qovurib olib, guruch dimlab olaman. Bu yoqda nonga o'xshagan narsa qilib, keyin bitta desert bosam, soklarni qilib olsam, shu bilan qorinlarini aldab olsam, yog'iga bemalol tayyorlayman. Ish qilib ulguraydi. Shu erimni yo'qotishdan qo'rqaman deya Arnold Schwarzeneggerga o'xshaylar deb mahalladagi qizlar hammasi ko'zini suzadi. O'shaning uchun chaqqon harakat qilib, yo'ldan bor qilishga harakat qilaman. Hozir ro'molni ham yechib olib ko'rib qolmasizlar. Bunaqa ahvolda meni tandirga mana nonlarni tiqib oldim. Hozir bu yoqda sug'ishoniy moloko bilan tvorojnidan solib shirinlik tayyorlab olsam mana. Tez mana. Bu ham tayyor bo'lib qoldi. Xo'p, endi mana buni olib borib tashlasam, sokla qoldi. Soklarni siqib olsam, eri juda qattiq sevsa ham juda qiyin ekan deb qiynalib ketaman deb shu yerimni yo'qotishdan. Mana hozir sokla ham tayyor. Hamma adajoningiz kelib qoldingizmi? Voy tamir tayyorlab ovqatlarni isitib kutib turaman. Keling jonim. Charchab ketgandir, qonlaringiz ham tatalab ketgandir. O'tiring. Oliy mashinadan issiqni yeb oling. Voy xudoga shukr,